Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun ishimizni yakunlaganmiz. Andijon Buloq Bosh tumaniga qo'yganmiz, Illam ko'chasiga. Teras olib kelib qo'yganmiz o'sha 7 ta oralikqa. 2 qavat oynaga Aldox Neo yig'ib berganmiz. Eshiklarini balkon, avalniy balkonda qilib berganmiz mana akalar. Burchaklari avalniy turadi, plastmassan singari. Yopilishlari o'ta go'zal, shellari bilan turadi. Bu boshqacha stilda qilingan. Bitta baho berib beradi yopilishiga. Termolar singari yopiqda olasa, ko'rinish termo BKS 50 bilan bir xil ko'rinadi tashqaridan. Qulanishlari ham termo singari qilinadi, mana tepaga qilib qulanadi akalar. Akfani o'zini brendi ruchkalari. O'ta go'zal. Ishlarimiz, videolarimizni oxirigacha ko'rsanglar, kvadratlari qanchadan tushganini aytamiz. Qulashlari ham mana Akfani o'zini firmasiniki Zamogan, ispangliyalik Zamogan. Har bitta o'rnida ochilishlar bor, padagonlik, geometrik padagonlik. Buni ham yangi Akfani yangi chiqqan ruchkasidan qo'ydik. O'yilmaydi chiqayari 4 tadan betlab qo'yganmiz balkon qanotiga. Kvadratlari 735 mingdan aylandi 2 qavat oynaga. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 99lik 909 95 91 Telegram, WhatsApp hammasi ishlayapti. Andijon bu Namangan, Farg'ona bo'ylab xizmat ko'rsatamiz, vodiy bo'ylab. Qolgan joylarga dastavkalarni kelishamiz. Akalar, hammanglarga rahmat. Ishimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar.